Sizlarga buni aytmasam bo'lmaydi. Hozir xitoylik investorlar bilan PR loyiha bo'yicha suhbatlashdik va mana shu insaytlarim bilan bo'lishmoqchiman. Ular nima xohlashmoqchi, ya'ni mediamizga qanaqa kirib kelmoqchi. Men ularga savol berdim. Sizlarda marketing juda ham kuchli, sotuv yoki sun'iy intellekt hammasi zo'r programmalashtirilgan. O'zingizlar kirib kela olmaysizlarmi deganimda yo'q. Biz qaysi davlatga borsak, eng birinchi ochliqda o'sha davlatni PR agentliklarini qidirib topamiz va ular bilan shartnoma qilamiz. Xo'p, nimaga kerak bu narsa deganimda, biz o'sha davlatni emotsiyalarini ko'rsatishimiz kerak reklamalarimiz orqali. Ya'ni o'zimizni emotsiyalarimizni o'zimiz xalq orqali ko'rsatmoqchi. Ikkinchidan deydi, ularni bayramlari, har xil tadbirlarida faol bo'lishimiz kerak. Ya'ni bizni bayramlarimizni chiroyli qilib ko'rsatmoqchi va o'sha qadriyatlarni. Uchinchisi, milliylikni targ'ib qilmoqchimiz deydi. Bizni davlatni, milliyligimizni, qadriyat, urf-odat, an'analarimizni reklamalar orqali ko'rsatmoqchi va mana shu orqali sotuvni ham oshirmoqchi, o'zini brendini ishonchliligini mustahkamlamoqchi bozorga kirib. Mana oxirgi paytda bilamiz, bizda tadbirkorlar juda ham keraksiz vaynlar reklamada $10,000, $5,000 pul sarflab vaynlar olishyapti. Bir juda ma'nisiz reklamalar tayyorlanyapti. Endi bularni to'xtatadigan vaqt keldi menimcha. Jiddiy masalaga qarash kerak. Ya'ni ular bilan kurashmaslik kerak. Turklar bilan, yo'q xitoyliklar bilan. Shunchaki o'zimizni milliyligimizni, qadriyatlarimizni ko'rsatishimiz kerak va har bitta reklamani orqasida albatta qadriyat bo'lsin. Shunchaki reklama tayyorlamang. Pullaringizni shunchaki havoga sovurib, qanaqadir prosmotr yoki like kommentlar uchun o'zingizni nomingizni bulg'amang.